Nima uchun chuchvaralarni qaynab turgan suvga solish mumkin emas? Videoni oxirigacha ko'ring, men sizga o'rgataman. Oliy navli un, 2 ta tuxum, yarim stakan suv va ozgina tuz qo'shib qattiqqina xamir quramiz. Xamirni dam oldirish juda muhim. Ichiga esa maydalangan go'sht, piyoz, murch va yetarlicha tuz qo'shib aralashtiramiz. Ikkinchi marta mushlab, yana yarim soatga dam oldirishga qo'yamiz. Chuchvara xamiri juda yuqa bo'lmasligi kerak, aks holda qaynatilganda ochilib ketishi mumkin. Chuchvarani 4 xil usulda tugishini videoda ko'rib o'rganib olishingiz ham mumkin. Qanaqa usulda tugsangiz ham qaynaganda bir xil ko'rinadi. Bu gapimga qo'shilasizmi? Chuchvaralarni juda qattiq qaynab turgan suvga emas, balki qaynash arafasida bo'lgan suvga solish tavsiya etiladi. Shunda xamir ochilib ketmaydi. Kimgadir qaylali, kimgadir qatuli, kimgadir qaymoqli yoqadi. Sizga qanaqasi yoqadi? Izohlarda qoldiring. Men esa xamirdan qolgan kesmalarni ham qo'shib pishirib yuboraman. Juda mazali bo'ladi.